Dostlar, men bugun природаga keldim. O'ta kuchli ag'ashda. Sarı yapraklar sıvadır. Men yo'lga kiyinib oldim. O'shanday rukizlar oldim. Onun ishimga fotoapparat. Hozir fotosessiya жасаймын. Menga ulkan plyat bor. Sol uchun men chemadonga solib olib keldim. Men chemadonimda ochdim. Endi men hozir ryukzakda qo'yib ko'rsataman qanday fotoapparat. Do'stlar, men hozir ko'rsataman sumkaning ichida fotoapparatni. Men ашыватырым ryukzakda. Men hozir fotosessiya istayman fotoapparat bilan. Menga o'shanday fotolar chiqdi. Endi men boshqa yerga boraman. Men ag'achlarga qarayman. Nav ag'ach bergan, men ag'achning ustiga minib olaman. Minib. Qo'rqinchli ekan o'sha yer. Menga o'shanday fotolar chiqdi. Endi arg'amay ketaman. Boshqa yerga boraman. Ağaçlarda adamlar oturgan. Ağaçta Polşa prezidenti oturgazıptı. Ama ağaçta Koreya. O'zbekistonning prezidenti. Men endi boshqa ag'achlarga o'sha projektlar жатыр ekan. Men hozir fotoga tushib olaman. Ne o'shanday fotolar ko'p kuchli ekan. Unasa like, подписка, комментарий жазып кеттіңіз. Пока-пока.